Assalomu alaykum. Samarqandga yetib keldik. Vodiyga yangi zot olib kelyapmiz. Qizildan keyin oq, qora holi bor bo'yni. Xuddi adlerga o'xshaydi, lekin adler emas. Qizili braunga o'xshaydi, lekin braun emas. Mana shunaqa chiroyli yangi zot boryapti. Vodiyga. Xudo xolasa vodiyimizda juda chiroyli tovuqlarimiz Chexiyadan kelgan ekan. Shu zotni oldik. Hozir baraka berib zakaz qildik. 10 fevralga jo'ja keladi. 50 kunlik qilib sotuvga chiqaramiz. Birinchi vaksinasini Marika Lasota Brahitni o'zlari qilib beradi. Fabrikani o'zi. Qolganini o'zimiz qilib boramiz. 50 kun 60 kunlik bo'lganda o'zi sotuvni boshlab yuboramiz. Buni 90-100 kunlik qilib sendiga o'xshab boqib o'tirilmaydi. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. 90lik 293 89 49. Qo'shni Qirg'iziston xalqiga ham yetkazib dastavkalar bor. Qo'shni Qirg'izistonga dastavkalar pullik yetib boradi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Qadrdonlar, assalomu alaykum. 13-may kuni keladigan jo'jalarimiz keldi. Bitta ikkita odam iltimos qildi qizilidan deb eplarni emas, eplasak qildiramiz dedik. Epladik 500 ta, qolgani oqidan. Mana zavodskoy korobkada keldi. Mana jo'jalarimiz akalar. Dominant red, tuxum va go'sht yo'nalishi. Dominant Sussex. Mana hammasi makiyon. Bu safar xo'roz olib kelmadim. Hammasi makiyon. 2000 ta keldi. Haligi 100 taliklarimiz kelaverasizlar, olib ketaverasizlar. Videoni ko'rganda albatta like borib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Podpiskamiz juda susayib ketdi. Oldin gapirib turdim, bo'lib turdi. Men ancha ma'lumot beryapman. Hech bo'lmasa podpiska bo'libdi. Like bosib Telegram gruppamizga qo'shilib qolsalaring, hammaga manfaatli bo'lardi. Bu vodiyga hozir qizilini endi olib keltirdik. Yo'q, olib keltirilmay qo'yiladi, hamma oq olib keltiradi. Qizili mana yana olib keltirdim. Endi odamlar tushunib yetdi. Qizilda qanaqaligini. Bundan 500 dona zo'rg'a ilinib qoldim, olib keltirdim. Ba'zi o'sha lomin sendilarimiz, bu yerda dominantlarimiz oqini tugab qoldi akalar. Tarqatyapman dedim-ku, kecha video ham qildim. Videosini imkonida qo'yaman. Bir kishi 17-chисло kuni olib ketadi, mana tugab qoldi. Bu kattalar 1 oyligi. 1 oyligi. Telefon nomerlarimiz 90lik 293 89 49. Aloqaga chiqaverasizlar. Ko'p emas, soni cheklangan. Shu bilan dam olamiz aka. Havo isib ketadi. Mana cho'jalarimizni 70-80 kunlikka dogovor bo'lgan hammasi shuni boqamiz. Shu bilan to'xtatamiz. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. 280 ta 300 tagacha tuxum tug'adi dominantlar. Bular 300 tadan 320 tagacha lomin sendiydi. Mana aka dominantlarni qizillarimiz keldi. 500 dona bor, xolos qolgani Sussex oq. 2000 dona olib keltirdik. Bo'ldi, shu bilan to'xtatamiz dominant kelishni. Bu yerda hammasi makiyon. Xo'p, 20 kunlik katta xo'roz bor, o'shandan qo'shib beraman. 500 ta xo'roz, 500 tadan 400 ta qoldi kerak, 100 ta ketdi. Shunga 400 ta 20 kunlik katta xo'rozini qo'shib beraveraman. Muammo yo'q. Vaqti chiroyli narsada. Xo'p, mana ukam 300 ta makiyon, 10 ta xo'roz mendan sizga 9 tamikan o'g'ilchalar yukladi. 8 tamikan, 9 hozir eslolmayapman. Bu sizga bonus. Qolgan bergan pulingizga makiyonlaringizni hammasini yuklab qo'ydim. Yaxshi yetib olsin, barakasini bersin.